Yo, what's up YouTube ahli? Salomlashga ham qo'ymay. Mayli, biz videoni boshlaymiz. Bugun biz horror o'ynaymiz, demak. Hozir bizani ancha qiziqarli horror bo'lgan modlar kutib turmoqda. Qani ko'ramiz. Bu modlar meni to'xtata olarmikan? Xo'sh. Demak, bu yerda hozir juda ko'p horror mod yoqqanman. Biz hozir o'zimiz rivojlanib, o'zimizni bir bazamizni qurib olishimiz kerak, maxluqlardan himoyalanish uchun. Agar shunday ko'proq horror videolar va qiziqarli videolar chiqib turishini xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. O'chiray ovozingni. Yoqmayapti. Videoning boshidan shunday qo'rqitib boshlayveradi. Ozgina rivojlanishga ham qo'ymaydi, bular. Tak, hozir biza ozgina daraxt chopib, mana shu qorli zonadan ketishimiz kerak. Qorli zonada rivojlanish yaxshi emas. Oziq-ovqat uncha bo'lmay, qishloq topmasa. Demak, qishloq qidiramiz. Yo, mana bu yerdan taxtalarni olamiz. Qishloq chiqib qoldimi? Demak, endi biza shu yerdan baza quramiz, davay. Ketdik, sabzilarni olamiz. Minecraft yomon qo'tyapti. Demak, sabzilarni ham olaymiz. Xo'sh. O'zimizni bazamizni bir balandroq joydan qurmasak, horror moblar kelib buzib ketishi mumkin. Demak, sabzilarni olaylikchi. Tak. Qotib, juda ham qotyapti Minecraft. Video haqida fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring, chunki hozir biza bu video qiziqarli bo'ladi. Hali bizlar rivojlanishimiz ham kerak. Demak, hozir uylardan narsalarni qo'parib chiqamiz. U yerda golem bor ekan. Golemdan temir olamiz. Yoki horror moblar bilan urusharmikan golim? Shuni ham sinib ko'ramiz hozir. Demak, bu yerda hech nima yo'q. Uylarni ko'rib chiqishimiz kerak. Nimadir topilsa bizga foyda bo'ladi. Demak, bu yerda ham menimcha hech nima yo'q ekan demak. Mana shu uyni ham ko'raylikchi. Tak. Bir qanday temirmi, nima chiqsa ekan. Wow, qo'rqitishni boshladi bular. Demak, narsalarni olamiz. Kirka bor ekan. Yog'ochlar, ko'mir va temir bor ekan. Yog'ochni ham olamiz. Tak. Qotib ketyapti-da Minecraft. Xo'sh, qani ko'raylikchi qishloqning boshqa joylarini ham. Mana bu yerdan daraxt sindirib olaman hozir men. Demak, keldi ila. Yo'q, qochdik. Qani, suvga tushalar ekanmi? Bu tomonga qochamiz. Demak, qoch. Quyosh ham bir g'alati. Shader qo'shmaganman, bu modning ta'siri bo'lsa kerak. Xo'sh, yo'q bo'lib qoldimi? Yo'qolib qoldi. Qani? Kirisa g'ozim boraversam chiqib kelamli. Mana qayerda yashirinib o'tiribdi bu. Galim bilan bir qo'yishtirib ko'ramiz shuni. Galim bilan birga turalar ekanmi? Demak, endi chiqamiz. Menimcha ketdi. Xo'sh. Endi bu yerdan daraxt chopib olaman. Tak. A few moments later. Mana daraxtni ham chopib oldim. Mana bu yerda o'tda qolib ketibdi-ku. Xo'sh, ko'raylikchi. Nimalar bo'ldi bizda? Demak, hozir biz rivojlanishimiz uchun taxtalar qilib olamiz, yog'ochlar. Demak, endi biz bir balandroq joydan uy qurishimiz kerak. U fonar ham beribdi-yu. Bu nima ekan deb video boshidan berib qiziqayotganda fonar ekan. Tak. Qani ko'raylikchi, uylarda nima bor ekan? Demak, bu uyda menimcha hech narsa yo'q. Eshigi ham sinib yotibdi. Boya horror mob shu yerdan kelgan edi, eshikni sindiribdi-da, demak. Tak, bu yerda hech narsa yo'q. Ko'ramiz, yana bu yerdachi. Ana bu yerda ham hech narsa yo'q menimcha. Yo'q ekan. Vatta, yana qo'rqitishni boshladi. Tak, bitta versiyaga yasab olamiz. Yo, iyda. Qoch! Bu suvga kirolmayotgan, yo'q. Galim urushi ekanmi bilan? Galim qaradi unga. Urishsa kerak. Bu tomondan turibdi, daraxt tomondan. Qaranglar, qo'lini yoyib,
Qo'ydi oldi. Ana bu yerda turibdi. O yugurdi, davay ke. Qo'yga. Tak. Yana yo'q bo'lib qoldimi? Keldi. Suvga tusholmaysan. Suvga tusholmay ekan. Yaxshi, bu suvga tushilmagani bizga pils bo'ladi. Tushdi. Qoch. Shunaqa creepypasta modi ham bor edi. Shuni. Creepypastasi ham bor edi, xuddi shunga o'xshagan. Mimikilmidi nomi shuni. Hozir qochish kerak. Galimning oldiga boramiz. Galim bilan urishayotganmi, yo'qmi bilamiz. Hozir chunki menda normal qurolim yo'q. O'ldirib ketadi birdaniga. Shuning uchun buni Galimga qo'yib beramiz. Galim, bu yoqqa. Mana davay qo'yish. Kimga qoldi mimikil? Mana keldi, davay. Davay ur. Galim ursam tegmayapti Galimga. Menga teginyapti. Qoch. Davay Galim, so. Yana menga kelyapti. Galimni temir bilan ta'minlab turamiz agar o'lib qolsa. O'ldir, davay. Ha, Galim. Ana. Bibi. Kallasini qiyshaytirib qo'ydi Galim. O'ldirdimi? Qani? O'ldirdi. Ovoz kelyapti-yu. Qochdi menimcha. Tak endi biz balandroqdan ana bir baza qurishimiz kerak. Chunki bu ko'p turganingizdek bloklar orasidan o'tib ketyapti. Suvdan ozgina qo'rqayotgan, suvga uncha tusholmayapti. Hozir qishloqning quyi qismini ham ko'raman. Normalniy narsa chiqsa chiqadi, bo'lmasa baza qurib olamiz demak. Mana bu daraxt chop qolay. Endi tepani qaraymiz. Xo'sh. Oldingi videoyimizdan bilsangiz 50 ta like va 50 ta obuna so'ragandim. Siz uni qilib berganingiz uchun mana bu safar qiziqroq horror video chiqaryapman. Agar shu horror videoning ikkinchi qismini chiqishini istasangiz, yana 50 ta like va 50 ta obunachini to'plab beringiz. Keyin men shu horror videoning ikkinchi qismini chiqaraman va unga Herobrine modam qo'shaman. Yana qo'rqinchliroq modlarni qo'shib boraveraman. Sizlar obunani ko'paytiraveringlar, like'larni yig'ib berib. Mana buni ekib ko'paytiramiz. Avvalayin. Demak, mana buni ichida xo'sh, qo'tyapti-da Minecraft. Hech narsa yo'q deyarli qishloqda. Endi tushamiz. Asta, jonim ketyapti. Bu yerdan ham jonim ketadi va 3 ta qoldi. Endi hozir mimikal bizga hujum qilsa, yutqazishimiz mumkin. Shuni teparoqdan tezda baza qurishimiz kerak. Men shu tomga hozircha chiqib turaman. Keyingi videolarda baza quramiz. Hozircha o'zim himoya qilishim uchun mana shu yerda bir necha muddat shaqa turib turaman. Xo'sh, teparoqda o'taveramiz, tugmalar ishlamayapti, qotyapti. Ko'rib turganingizdek qo'yib bo'lmayapti. Yetadi balandlik menimcha. Mana qaraylikchi. Agar videoda qandaydir boshqacha horror mod ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha sekundini kommentga yozib keting. Chunki men juda ham qo'rqib o'ynayapman hozir. Qo'rqib o'ynayotganim yo'q. Qotyapti hamda shu kompyuterga nimadir bo'lmasin deyapman. Agar nimadir ko'rsangiz videoda g'alati, qanday Herobrine yo yana horror qanaqadir mod ko'rsangiz, shuni menga aytib o'tingiz va kanalga albatta yana eslatib o'taman. 50 ta like va 50 ta obunachini yig'ib berishingizni so'rayman. Demak, hozir men mana shu yerdan kichikroq bir bazacha qurib olaman o'zim uchun. Keyin mana bu horror modlarni ko'rayveramiz-da. Ham hozir jonim kam, pastga tushsam o'ldirsa yana ana uzoq joydan kelishim kerak. Shuning uchun hozircha men shaqa turib turaman. Galim o'zi horror modlarni anoq qilar ekan, o'ldirar ekan. Demak, Galim biz tomoni, Galim asrash kerak. Temirlarim bor. Galim o'lib qolsa, yangisini quraman yoki uni temir bilan ta'minlab turishim kerak. Ta'mirlamasam buzilib ketib, uni o'ldirishadi. Demak, hozir endi qotyapti-da Minecraft. Yana qanday horror modlar qo'shay? O'sha horror modlarning nomini beringiz. Keyingi videoda men ularni ham qo'shib o'ynayman. Hozir qishloqni oldin bitta baza qurgan sababi qishloqlarni savdo qilib rivojlanib ketishimiz uchun
juda ham qulay joy deb hisoblayman. Chunki hozir o'zimiz bemaqsad yursak, o'ldirib ketadi. Daraxtdan daraxtga sakrab yuramiz. Chunki yerga ham tusha olmaymiz. Yerga tushsak ham yo'q qiladi. Hozir sandiqni yasashim kerak. Bitta sandiq yasashim kerak. Yangicha nimadirlar qo'shilibdimi? Modda ta'siri bo'lsa kerak bular. Qandaydir bu maxluqni o'ldiradigan narsa yasash mumkinmi deyman-da. Fanarda ham crafti bor ekan. Ana shunaqadan yasab ko'raman. Nima aydi shu? Tayoqlardan bo'lar ekan. Hozir cho'klarni yasab olay. Tak. Mana bitta yasadim. Qo'yayinchi manaqa nima ekan bu? Ovoz lekin yomon yo'qmayapti mana bu. I see you deb boshlaydi-ku, ovozimni yo'qmayapti. Qo'rqmayman bunday xor modlardan. Birga bir chiqardimi, hozir jon kamda. O'lib qolmay deyapman. Video qiziqarli bo'lsin deyapman. Mod sizlarga ko'rsatib beryapman. Urishib ham ko'rsatib beray olaman. Hozir ozgina rivojlanay, videoni boshlaganda birdan tarmashib ketmasin-da bular ham. Ozgina rivojlanishga qo'ysin. Ba'zan yaratib olay, jangga tayyor bo'lay. Hozir ham borsam-ku bo'ladi, lekin keyin ham o'lib qolsam, narsalarim yo'qolishi ham bor. Ham hozir tun bo'lsa-chi, kravat ham topishim kerak. Menimcha kravat yo'q. Hozir men shu yerga turaverayinchi. Tak. Narsalarimni sandiqqa solaman. Mana shu narsa nima ekan? Tushib ketdim. Tepaga chiqishim kerak tezroq. Mana bularni sindirib olayin. Bu Mimikal tepaga chiqa olmay ekan, lekin bloklarning ichidan o'tib ketishini hisobga olganda yerga yuqorsa, bemalol ichini buzib ham kira oladi. Shunday ichidan devorlarning ichidan o'tib ketyapti-yu. Men topish oson bo'ladi o'ldirishi. Shuning uchun tepadan hozir narvon tortib kelma, narvondan chiqa olmasa, tepadan qoraman. Hozir ozgina rivojlanib olayin. Keyin asta-asta ba'zilarni qurib, o'zim kuchaytirishni boshlayveraman. Tak, qurayin. Tugmalar ishlamayapti uncha. Tak, hech narsa yo'qmi? Ana bu yerdan paydo bo'lyapti ko'pincha. Galim nima suvga qarab qoldi ekan. Xo'sh. Chiqamiz. Yo'q hech kim. Demak, chiqaveramiz. Hozir men qo'shgan modlarimdan faqat shu mod boyagi keyin Mimikal faqat ertalab ko'zga ko'rinyapti. Lekin tun bo'lsa, tungi modlar ham ko'proq qo'shganman. Mana pastga paydo bo'ldi o'zi bu. Ovoz lekin yomon baland ekan. Video olishga xalaqdan beryapti. Hozir tun bo'lsa, tungi modlarni ko'rib, o'zlaring baholayverasizlar. Shu modlar kimga kerak bo'lsa, ularni Telegram kanalimda topishingiz mumkin. Yangi bir Telegram kanal ochdim. O'sha yerga ham o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar. Kanal silkasini kommentda va описаниеda qoldiraman. Bu narsa jon oli ekan. Ana shu bilan agar baza qursam, shu bilan o'rab tashlayman bazani. Shunda ularning kelincha ozgina joni kamayadi hamda undan kelganda men bazada tayyorab turaman-da. Qanday bir yangicha tuzoqlar yarataman. Quyosh g'alati bo'lib qoldi, kulib turgandek. Hozir birdan o'zgartirayda rejimni. Hozir qotyapti. Mayli, qotayversin. Mana hozir bu tomonga qarab turaman. Quyosh zal g'alati-da. Bilmayman, endi qolgan modlarni ko'ramiz qanday. Xo'sh, demak, mana bu yerdan hech narsa yo'q. Qishloqda o'zimiz himoya qilishimiz kerak. Mana hozir quyosh boshqacha. Mana ko'ryapsizlarmi, kulib turgandek bo'lyapti, keyin o'zgarib qolyapti. Qaramagan vaqtim kulib turibdi. Qarasam, nima deyildi? The blood moon is rising. Qonli oy deyapti. Qonli oy chiqishi demoqda. Nima? Qonli oy mod ham bor ekan demak bu yerda. Hozir bitta sandiq yasab, narsalarimni shu yerga solib qo'ymasam, o'lishim mumkin-da, narsalar yo'qolib ketadi. Yo hozir narsalarimni shu yerga solib qo'ysam, o'lsam ham keyin kelib shu yerdan olishim mumkin. Demak, bitta sandiq yasaymiz. Bu yerga qo'yamiz. Demak, bularni qo'yib qo'yamiz. Tak. Fanarda olayincha kerak bo'lib qoladi. Keyingi safar o'lsa narsalar tushib qolmaydigan
qilaman. Chunki hozir o'lsam narsalarim tushib qoladi. Qonli tuman bosdi. Hozir atrofincha ko'rinmay fanarik bilan ko'raveramiz. Pastda mushuklar yuribdi. Mimikal hali ham ketgani yo'q. Ovozi ham yo'qayotgani yo'qdi. Aylanaveryapti tepaga chiqilmaganini. Hozir tomga chiqsam tomga kela olar ekanmi? Xo'sh, aylanaversinchi, bir gap bo'lar. Tak, hozir endi bu yerdan qarayinchi, mimikal o'zini ko'rsatarmikan? Yo'q, hozir bitta blok qo'yib qarab ko'raman. Qani chiq. Chiqmadi. Uyning atrofida aylanaveryapti. Hozir biz blok to'laylik. Demak, bitta blok tushib qo'yaman. Mana. Endi qarayinchi bu yoqdan. Yo'q, baribir ham sal ham 2-3 blok qo'ysam bu yoqqa ko'rinadi, blok ham qolmadi. Aksiga olib. Oy ham juda ham bir yorug', bir qizil rang bo'lyapti. Bu yerga hozir biz o'tiralamizda faqat. Yo'q, oy qizil rang bo'lib chiqdimi? Pushti rangmi? Qizil rang bo'lib chiqdimi? Bir ikkita oz selfie qilamiz. Qo'rqqan joyim modlarni berib qo'yaman hozir. Bitta qilich yasab olsam bo'ldi. Qani ko'rayinchi. Mana selfie. Zo'rda mana shunday modlar bilan o'ynasangiz. Sizlar ham tezroq ko'proq obuna yig'ib, ko'proq like yig'sangiz, keyingi video bundan ham qo'rqinchliroq bo'ladi. Chunki men juda ham qo'rqinchli bo'lgan modlarni topib qo'ydim. Hozir bir ikkita mod ishlamayapti hamda bunda ko'p mod qo'shib yuborganimga. Ular yo'qotaman-da. Shu ishlaydigan modlarni qo'shaman. Keyingi video bundan ham qo'rqinchliroq bo'ladi. Videoda agar boshqacha bir maxluq ko'rib qolsangiz, ayting, boya aytganimdek, chunki men ko'rmasligim mumkin. Juda ham video xira bo'lyapti. Kompyuter qotib xira bo'lib qolyapti. Demak, pastki moblar spam bo'lyapti. Mana bunday qilib qo'ysa, ana qorrimat. Kayfda. Tak. Endi o'tiraveramizmi shu yerga? Tak, bir qorrimat kelmaydimi? Qo'rqitmaydimi? O'zi mendan qo'rqib qolganmi bular? Yo'q-ku. Qani shunday turaverayinchi, kelayotganmi? Yo'q. Shunday turaversam kelmaydi menimcha. Bir chaqirishim kerakmi? Tak. Nima qilsam ekan? Hamma joy qizil tuman, bitta screenshot oldim. Yaxshi. Demak, oy, yana qizil rang. Hozir mimikal paydo bo'ladi. Pastda ham bitta bor, lekin hozir yana paydo bo'ladi. Pastga tushsam hozir qorri mobga qo'shib, ana ular galim o'libdimi? Temirlar yotibdi. Qishloqli ikkinchi galim yasash kerak endi. Hozir pastda moblar ham juda ham ko'p spam bo'ldi. Tushsam, hozir o'zimga ziyonda. Shun tushmay turaman. Tak. Zombi qishloqlar ham zombiga aylanib qolyapti. Temirni olib ketdi, yaramas. Endi ertalab bo'lishini kutib temirni olishim kerak. Ana quyosh ham kiryapti. Tezroq kirsa, pastga tushib boyagi temirni olaman. Tak. Ertalab bo'lyapti. Yaxshi. Ertalab tezroq bo'lsa ekan. Mana bu yerda daraxt g'alati, yomon g'alati turibdi-da. Shim e'tibor tortyapti, qo'rqib ketyapman o'shanga qarab. Mana uni temirni olishim kerak. Temir hozir menga juda kerak-da. Men pastga vaterdirab sakrasam ko'lga. Hozir men ertalab bo'lyapti. Qani ertalab bo'lsin, tezroq suvga kirdi ana. Hozir yana hammasi bilan. Tak. Tezroq kirsa ekan, oyam bir. Quyosh tezroq chiqsa, o'zimizga foyda rivojlanib olamiz. Oyga nimadir bo'ldi. Oqarib qolyapti. Yana yonishni boshlash kerak. Bu yonsa biz foyda ko'ramiz. Yana bir qo'rqinchli moblar kelmaymi?
What the fuck? Ertalab bo'lyapman. Ko'ryapsizlarmi, quyosh kuldi. Kulib turyapti mana shunaqa. Nimagadir. Chiqmayapti, kirib ketyapti yana qaytib. Xo'sh. Ana mop ketib qolmasi kerak zombi qishloq. Chiqsincha quyosh. Xo'sh. Mana. Nima edi bu? What the fuck? Qo'rqib ketdim. Nima edi bu? Qo'rqib ketdim. Shunaqa ham qo'rqitami? Lekin rasu yon kulgili ekan-a. Mana ular yonishni boshladi. Hozir temirni olaman. Ibi kulga tushdi-ku endi. O'zim borib olishim kerak. Yo'q. Hormat ta'sir. Ana sakraymiz. Urdik, day. Temirni olamiz. Temirni olishimiz kerak bundan. Temir bizga kerak. Tak. Mana qotyapti hamda. Urdi. Qani? Hozir ana o'ldi. Mimikal keldi. Mimikal. Qochish kerak endi. Qani kelay olayotganmi? Qo'lini kiyganniqi. Suvga tushilmaysan ketgancha. Birozdan keyin o'rganib tushar ekan bu. Birdan ertalab bo'lib qoldi. Xo'sh, endi tepaga chiqishimiz kerak. Tezroq tepaga. Hozir skelet o'ldiraman. Tegma skelet. Skelet. Eshik yopish kerak. Eshikni yopish kerak. Yo'q. O'ldi. Lekin temir ichkarida. Hozir borib olib kelaman. Temirni olaman. Tak, ketdik. Asta 2000 years later. Tak, mana qishloqqa ham kelib oldim. Mana bu nima? Skeletmi? Siqilyaptimi? Skelet. O'ttirib manaqa. Yo'q, oldi, o'ttirib olsam, bizsa bo'lam buni dekoratsiyalaymiz bazamizga. Kirish eshikni oldiga ikkita shundan qo'yib qo'ysam, zo'r bo'ladi. Tursinchi mana shu yerga. Bazani qurishni boshlayverayin, keyin bir gap bo'lar. Xo'sh, demak, hozir temirlarimiz olamiz. Ichkari skelet bo'ldi. Qani kirdik. Skelet yo'q ekan. Yo'qolib qoldi. Menimcha o'ldirdi. Tak. Endi mana bu yerdan taxta olaman. Demak, o'zimiz taxta ham kerak tepadagi bazamizga. Hozir chiqib olishimiz uchun. Qani craft qilaylikchi. Tak. Demak, hozir chiqamiz tepaga. Hozir. Mana chiqishni boshlaymiz. Endi bu yoqqa ham bitta qo'yib qo'yamiz. Bo'lmasa birov izimizdan chiqib olsa yomon bo'ladi. Kelib bemo'yni bizni o'ldirib ketishi mumkin. Endi tepaga qurib chiqamiz. Mana bu tepadagi blokni olib tashlay. Endi chiqamiz. Xo'sh. Taxta yetmay qoldi. Bu yerda mayli bitta olamiz. Tak. Bu yerga qo'yamiz. Xo'sh. Endi sandiqqa temirni solib qo'yamiz. Temir bilan mana bu tursin. Go'sh. Endi esa tak. Mana yana keldi. Tak. 50 ta like va 50 ta obuna qiyin bo'lishi mumkin, lekin keyingi video uchun siz shuni qilishingiz shart. Demak, hozircha yana xayrlashamiz. Tun bo'lib qoldi-ku. Demak, videoni yana ozgina qismini olamiz. Demak, bu yerga fonarni solib qo'yaman. Xo'sh, video hali tugagani yo'q.
bu yerda ikkita. Ana o'tiribdi, yalmog'iz turibdi. Ko'mirdan ozgina olaman, cho'p olaman. Fakkelar sinib ketdi. Xo'sh. Ana bu yerga mimikal tiqilib qolibdi-ku. Xo'sh, tiqilib qolaversin. Yana ko'raylikchi. Birdamini tun bo'lib qoladi deb o'ylamagan edim. Qani ko'rayinchi, nariyoqdan hech narsa yo'q hozircha. Faqat pastda juda ham ko'p moblar spawn bo'lyapti. Bu bizga minus. Moblar kam bo'lsa bizga yaxshi-da. Ana nima? Yer qimirlayaptimi? Qora niger. Yo niger. Ana shu obuna bo'lmagan 100 talik bilan obuna bo'lmagan shu. Niger-ku. Ko'pchilikda modada bu. Hormatda o'ynaydi. Qishloqlarni tomga chiqib ketyapti. Galimga farqi yo'q. Qaramay bunga. Yer qimirlayaptimi? Qimirlat tashlayapti. Ekran xarob bo'lib qoldi. Tak. Hozir menimcha mana galim o'lami deyman-da. O'ldimi? O'libdi. Temirni olishim kerak yana. Ikkinchi galimda temirimi bu? Oyog'im bittasini o'ldirdim temirni. Mimikal yoqqa yurib, cho'chqa yoniga bordimi? Cho'chqayammi? Qiziq yo'qmi hayot? Tak. Verdikda mimikal. Galim bor ekan. Sandiqni hozir fanarlikda olayin. Qaraymiz. Oyga ko'rinmagan. Day, galimga qarshi ikkita mimikal. O'ldirdik ikkalasini ham. Galimga endi temir berish kerak, o'lib qolmasa yana bunisi. Qo'yaksin temirni soldim. Yana qandaydir mahluqlar kelib qolmasa bo'ldi. Tak. Xo'sh, ko'raylikchi, o'yinni davom ettiraveramiz. Ko'raylikchi, yana qanday hormatlar kerak ekan. Fanarni o'chirib qo'yaman. Zaryad ketmaymiz. Zaryad tugamaykan fanarda. Ko'rib turganingizdek, meni Minecraft'im o'zbek tilida. Kimga yana shunday o'zbekcha Minecraft kerak bo'lsa, u ham o'zbek tili modi. Men Telegram kanalimga o'tib qo'ysa, описаниеda va kommentda qoldiraman. Heli neger yana ko'rindi. Yo'q, ekrani xora qo'yardi-ku bu. Yana kimga shunday modlar kerak bo'lsa, ham o'zbek tilini Minecraft o'zbekcha qiladigan mod, yana horror modlar kerak bo'lsa, Telegram kanalimga o'tsangiz, mana shu videodagi hamma modlarni tashlab qo'yaman. Mimikal ham tiqilib qoldi. Nima qilyapti bu fakkel bilan? Fakkel bilan nima qilyapti? Nima qilyapti bu kechasi qizil oy ta'sirida nima qilyapti bu? Aka, bu yoqqa. Nima qilyapti? Cho'chqalim ketgan yo yoni. Nima qilyapti u? Tiqilib qoldimi o'sha yoqqa? What the fuck? Turursa. Endi esa videoni tugatish vaqti ham keldi. Hammaga xayr.